Eng oson usulda cho'ka Napoleon tayyorlaymiz. 1 soatda 1 list cho'ka Napoleon tayyorlash mumkin agar mani usulimda tayyorlasangiz. Xamirimizni tindirmasdan aralari g'ovi bo'lib ishib chiqadigan Napoleon tayyorlaymiz. Idishimizga un, sariyog' yoki margarinni qirg'ichdan chiqarib, kakao solib uqalab olamiz. Muzli suvimizga tuxumni chaqamiz va yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirlarimizni 8-7 bo'lakka bo'lib olamiz. Xamirlarimizni yaxshilab unlab, yupqa qilib yoyib, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Krem uchun qora shokolad va sariyog'ni eritamiz. Mikrovolnovkada yaxshilab aralashtirib kakao qo'shamiz va molokoni qo'shib aralashtirib olamiz. Shunaqangi mazali kremimiz tayyor bo'ladi. Korjlarimizni har birini shokoladli kremimiz bilan yaxshilab kremlab chiqamiz. Korjimizni bittasini olib, yaxshilab blender qilib olamiz va ustini bezatish uchun urvoq qilib, ustlaridan chiroyli qilib sepib chiqamiz.